Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, har bir xonadonga, har bir pensionerga, har bir pensionerning farzandi, nabirasi va yaqinlariga aloqador masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi, pensiya to'lovlari, hujjatlar, yashash holati, bank kartasi, ishonchnoma, qo'shimcha daromad va boshqa ma'lumotlar qayta ko'rib chiqilishi haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni albatta tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta e'tiborsizlik sabab odam pensiyasini vaqtincha ololmay qolishi, ortiqcha to'langan pulni qaytarishga majbur bo'lishi yoki idoralarda ovora bo'lishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini belgilash va to'lash jarayonida asosiy ma'lumotlar bir marta tekshirilar, keyin esa faqat ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilar edi. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda mehnat staji, ish haqi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik holati tekshirilardi. Keyin pensioner pensiyasini har oy bank kartasi orqali yoki naqd shaklda olib yurardi. Agar pensioner boshqa viloyatga ko'chsa, chet elga uzoq muddatga chiqsa, vafot etsa yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, bu ma'lumot ba'zan o'z vaqtida tizimga tushardi, ba'zan esi kechikardi. Endi nima o'zgaryapti? 1 iyuldan boshlab. Men tushuntirayotgan asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar ancha faol, muntazam va elektron tizimlar orqali solishtirib boriladi. Ya'ni faqat bitta idoraning ma'lumoti bilan cheklanib qolinmaydi. Fuqarolik holati dalolatnomalari, ichki ishlar organlari, migratsiya, soliq, bank, tibbiy mehnat ekspertizasi, bandlik, kadastr yoki boshqa tegishli bazalardagi ma'lumotlar o'zaro taqqoslanishi mumkin. Maqsad oddiy. Pensiya haqiqatan ham haqli odamga to'g'ri miqdorda va qonuniy asosda to'lanayotganini aniqlash. Men bu yerda bir narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Tekshiruv degani hammani jazolash degani emas. Tekshiruv degani tizimdagi ma'lumotlar to'g'riligini ko'rish degani. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, bank kartasidan o'zi yoki qonuniy vakili foydalanayotgan bo'lsa, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov holati bo'lmasa, xavotirga hojat yo'q. Lekin agar biror ma'lumot eskirgan, noto'g'ri yoki yashirilgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Eng avvalo, pensionerlar 3 toifada o'zini ko'rib chiqishi kerak. Birinchi toifa, hamma hujjatlari to'g'ri, doimiy yashash manzilida turadi, pensiyasini o'zi oladi, kartasi o'zida, tibbiy yoki ijtimoiy holatida o'zgarish yo'q. Bunday odamlar odatda xavotir olmasligi mumkin, lekin baribir hujjatlarini bir marta tekshirib qo'ysa foydadan xoli bo'lmaydi. Ikkinchi toifa, pensiyasini farzandi, kelini, kuyovi, nabirasi yoki boshqa qarindoshi olib beradigan pensionerlar. Mana shu toifadagilar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Agar pensionerning bank kartasi boshqa odamning qo'lida bo'lsa, agar pensioner pulni o'zi nazorat qilmasa, agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki umuman ishonchnoma bo'lmasa, keyin savol tug'iladi. Pensiya haqiqatan ham pensionerga yetib bo'lyaptimi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Onaxon qishloqda yashaydi. Kartasi shahardagi o'g'lida turadi. O'g'li har oy pulni yechadi. Ba'zan yuboradi, ba'zan kechiktiradi. Tekshiruvda onaxonning o'zi pensiya miqdorini ham aniq bilmasligi aniqlansa, bu holat jiddiy ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi toifa, chet elga chiqqan, boshqa hududga ko'chgan, vaqtincha ro'yxatdan o'tgan, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lgan yoki qo'shimcha ijtimoiy to'lov olayotgan pensionerlar. Bu toifadagilar hujjatlarini alohida tekshirish kerak. Masalan, kishi O'zbekistonda pensiya oladi, lekin 6 oy yoki 1 yil chet elda yashab yuradi. Bu holatda uning yashash maqomi, pensiya olish shartlari, qayta tasdiqlash talab qilinadigan holatlar bor yo'qligi aniqlanishi mumkin. Keling, bir nechta oddiy hayotiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Oltuntekis yoshli otaxon oyiga 1.220 ming so'm pensiya oladi. U pensiyani bank kartasiga oladi, kartasi o'zida har oy do'konda ishlatadi yoki bankomatdan yechadi. Pasporti yangilangan, telefon raqami o'z nomida, yashash manzili ham to'g'ri. Bunday otaxon tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Chunki tizimda savol tug'diradigan holat deyarli yo'q. Ikkinchi misol, 7-2 yoshli onaxonning pensiyasi 1.500 ming so'm. Lekin u o'zi yura olmaydi, kartasi kelinda. Kelin har oy pensiyani yechib, uy xarajatlariga ishlatadi. Onaxon rozi bo'lishi mumkin, ammo rasmiy ishonchnoma yo'q. Agar tekshiruvda
bank operatsiyalari doim boshqa hududda amalga oshgani, pensioner esa boshqa manzilda yashayotgani ko'rinsa savol tug'iladi. Bu yerda eng to'g'ri yo'l. Notarial ishonchnoma rasmiylashtirish, pensionerning roziligini qonuniy asosda ko'rsatish, pul pensioner ehtiyojlari uchun ishlatilayotganini aniq qilish. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilgan. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yilga tasdiqlangan. Muddat o'timiga tugaydi. Agar u 1 iyuldan keyin qayta ko'rikdan o'tmasa yoki tibbiy xulosa yangilanmasa, pensiya yoki nafaqa to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu jazolash emas, hujjat muddati tugagani sababli tizim to'lovini tekshiradi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya oluvchilar ayniqsa muddatlarga qarashi kerak. 4-misol, bir kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzandi 12 yoshga to'lgan, lekin o'qishda davom etyapti. Agar o'qish haqidagi ma'lumot o'z vaqtida topshirilmasa, tizim bola endi voyaga yetdi, demak to'lov sharti o'zgardi deb hisoblab qolishi mumkin. Bu yerda o'quv yurtidan ma'lumotnoma, talabalik holati. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida hujjatlar muhim. 5-misol, pensioner vafot etgan, lekin yaqinlari bu haqda idoralarga o'z vaqtida xabar bermagan. Bank kartasi esa oilada qolgan va undan pul yechilgan. Mana bu eng xavfli holatlardan biri. Chunki vafotdan keyin to'langan mablag' ortiqcha to'lov hisoblanishi va keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ba'zida yaqinlar biz bilmagandik bank kartasiga tushaverdi. Oila xarajatiga ishlatdik deyishadi. Lekin qonun nuqtai nazaridan bu pulni qaytarish masalasi tug'iladi. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoralarga murojaat qilish kerak. Men aniq aytaman. Hamma bir xil darajada xavotir olishi shart emas. Lekin ayrim guruhlar diqqatli bo'lishi kerak. Birinchidan, hujjatlar eski yoki ma'lumotlari mos kelmaydigan pensionerlar. Masalan, pasportdagi ism sharifida bitta harf farqi bor. Mehnat daftarchasi boshqa yozilgan. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin ayrim hujjatlarda eski familiya qolgan. Bunday kichik ko'ringan farqlar ham pensiya ishida muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchidan, bank kartasini o'zi ishlatmaydigan pensionerlar. Ayniqsa karta boshqa odamda bo'lsa, PIN kod qarindoshda bo'lsa, pul qayerga ketayotganini pensioner bilmasa, bu ijtimoiy himoya nuqtai nazaridan ham muhim masala. Davlat pensionerning puli pensionerning o'z ehtiyojiga xizmat qilishini xohlaydi. Demak, oila ichida ham bu masalani tartibga solib qo'yish kerak. 3-dan, chet elga uzoq muddatga ketganlar yoki tez-tez chiqib kiradiganlar. Har bir holatda pensiya to'xtaydi deb aytish noto'g'ri. Lekin migratsiya ma'lumotlari pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan solishtirganda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, odam O'zbekistonda doimiy yashovchi sifatida pensiya oladi, lekin amalda yillar davomida boshqa davlatda yashayapti. Bunday vaziyatda huquqiy maqomni aniqlashtirish kerak bo'ladi. 4-dan, 2 xil to'lov olayotganlar. Masalan, pensiya bilan birga parvarish puli, kompensatsiya nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, uy-joy yoki kommunal yordam bo'lishi mumkin. Agar daromad, oilaviy holat yoki nogironlik holati o'zgarsa, qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odam asosiy pensiyasini olishda davom etishi mumkin, lekin qo'shimcha to'lovlar bo'yicha savollar tug'iladi. 5-dan, ishonchnoma bilan pensiya olib beriladigan holatlar. Ishonchnomaning muddati, kimga berilgani, qanday vakolat berilgani, pulni olish huquqi aniq yozilgani muhim. O'g'lim olib turadi, qizim biladi. Qo'shnim yordam beradi degan og'zaki kelishuv rasmiy tekshiruvda yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, yashash joyingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, siz uchun bu tekshiruv oddiy nazorat jarayoni bo'lishi mumkin. Men buni ataylab ta'kidlayapman, chunki odamlar orasida vahima tez tarqaladi. Iyuldan hammaning pensiyasi to'xtarkan, hammani chaqirib so'roq qilarkan, pensionerlar pulni kamaytirarkan degan gaplarga ishonib qolmang. Asosiy masala pensiyani bekor qilish emas. Ma'lumotlarni to'g'rilash va noqonuniy yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olishdir. Masalan, 15 yoshli ayol pensiyasini har oy kartasidan o'zi oladi. U doimiy ro'yxatda turgan uyda yashaydi. Pasporti yangi, telefon raqami o'z nomida, bank ilovasi o'zida. Uning hech qanday qo'shimcha nafaqasi yoki muddati tugaydigan tibbiy hujjati yo'q. Bunday odamning faqat bir ish qilgani ma'qul: pensiya miqdori. Karta holati va hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiradi.
Agar hammasi joyida bo'lsa, ortiqcha tashvishlanmaydi. Endi eng muhim, ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Tekshiruv faqat idoraga chaqirish orqali bo'lmasligi mumkin. Bugungi kunda ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Demak, sizni hech kim chaqirmasa ham ma'lumotlaringiz solishtirilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun meni chaqirishmadi. Demak, menga aloqasi yo'q deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov keyin qaytarilishi mumkin. Masalan, pensiya 6 oy davomida noto'g'ri miqdorda to'langan bo'lsa va har oy 200 ming so'mdan ortiqcha tushgan bo'lsa, jami 1 million 200 ming so'm chiqadi. Keyin bu summa bo'yicha qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Ba'zan bu pul birdaniga emas, pensiyadan ushlab qolish orqali qaytariladi. Lekin baribir pensioner uchun bu og'ir bo'ladi. Chunki har oylik daromadi kamayadi. Uchinchi nozik jihat, telefon qo'ng'iroqlaridan ehtiyot bo'ling. Tekshiruvlar haqida gap ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting, jarima chiqmasligi uchun pul o'tkazing desa ishonmang. Hech qachon bank kartangizning to'liq ma'lumotini, SMS kodini, PIN kodini hech kimga bermang. Rasmiy idoralar sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. 4-nozik jihat, pensionerning sog'lig'i sababli o'zi bora olmasligi. Ko'p odamlar onam yura olmaydi, otam yotib qolgan. Endi nima qilamiz deb so'rashadi. Bunday vaziyatda vahima qilish kerak emas. Qonuniy vakil, ishonchnoma, mahalla orqali ma'lumot, tibbiy hujjat, zarur bo'lsa uyga borib xizmat ko'rsatish tartiblari bo'lishi mumkin. Muhimi, buni yashirmaslik, hujjatlashtirish. 5-nozik jihat, yashash manzili. Ba'zan pensioner bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqanddagi qizining uyida yashaydi. Bu o'z-o'zidan jinoyat emas, lekin pensiya, ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lovlar hududiy ma'lumotlarga bog'liq bo'lsa, aniqlik kerak bo'ladi. Shuning uchun yashash joyi uzoq muddatga o'zgargan bo'lsa, tegishli idoradan maslahat olish kerak. 6-nozik jihat, oilaviy nizolar. Ba'zi hollarda pensionerning pensiyasini kim olishi masalasida farzandlar o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Bir farzand men qarayapman, pensiya menda bo'lsin deydi. Boshqasi pul noto'g'ri ishlatilyapti deydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensionerning o'z xohishi va qonuniy hujjatidir. Agar pensioner aqli raso o'z qarorini ayta olsa, uning roziligi birinchi o'rinda turadi. Agar pensioner muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, unda vasiylik yoki homiylik tartibi kerak bo'ladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning shaxsiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, SSHR raqami, familiya, ism, otasining tug'ilgan sana hamma joyda bir xil yozilganmi? Shuni ko'ring. Mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, nogironlik bo'yicha xulosa, ishonchnoma, o'quv ma'lumotnomasi kabi hujjatlar alohida papkada tursin. Ikkinchi qadam, bank kartasini tartibga keltiring. Karta pensionerning o'zida bo'lsa yaxshi. Agar sog'lig'i sababli boshqa odam yordam berayotgan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Ishonchnoma muddati tugamaganini tekshiring. Kartaning PIN kodini begona odamlarga bermang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki kimdir foydalanayotganidan shubha bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib kartani bloklang va yangisini oling. 3-qadam, pensiya miqdorini bilib oling. Ko'p pensionerlar qancha tushsa, shuncha olaman deb yurishadi. Bu noto'g'ri. Har bir pensioner taxminan qancha pensiya olishini bilishi kerak. Masalan, 1 million 320 ming so'm tushishi kerak bo'lsa, kartaga 1 million 120 ming so'm tushsa, sababini aniqlash kerak. Balki kredit ushlanayotgandir, balki ortiqcha to'lov qaytarilayotgandir, balki bank xizmati yoki boshqa ushlanma bordir. Aniqlamasdan yurish keyin katta muammoga olib keladi. 4-qadam, yashash va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Telefon raqam pensioner yoki uning ishonchli vakili nomida bo'lsin. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, mahalla, pensiya bo'limi yoki tegishli xizmatlardan qanday tartibda xabar berish kerakligini so'rang. Ayniqsa, pensioner boshqa viloyatda uzoq muddat yashayotgan bo'lsa, bu masalani ochiq aniqlashtiring. 5-qadam. Nogironlik yoki tibbiy hujjat muddatini kuzating. Agar nogironlik muddati tugaydigan bo'lsa, oxirgi kunni kutmang. Oldindan shifokorga boring, kerakli tekshiruvlardan o'ting, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Chunki bitta ma'lumotni kechiksa, to'lov ham kechikishi mumkin.
Keyin pensioner dori darmon ololmay qoladi, oila qiynaladi. 6-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki o'qish bilan bog'liq to'lovlarda o'quv ma'lumotnomasini tayyorlang. Farzand 18 yoshga to'lgandan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. O'qishdan chetlashtirilgan, akademik ta'til olgan yoki sirtqi ta'limga o'tgan holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Buni yashirish kerak emas, aksincha oldindan maslahat olib to'g'ri yo'l tutish kerak. 7-qadam. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, bu masalada juda ehtiyot bo'ling. Yaqin insondan ayrilish og'ir albatta, lekin hujjat ishlarini ham kechiktirmaslik kerak. O'lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtiriladi. Tegishli idoralarga ma'lumot beriladi. Bank kartasidan foydalanish to'xtatiladi. Agar dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar belgilangan bo'lsa, ular alohida tartibda olinadi. Vafot etgan odamning kartasidan pensiyani yechib yurish juda katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. 8-qadam, shubhali xabar va qo'ng'iroqlarni tekshiring. Agar kimdir pensiyangiz tekshiruvdan o'tmaydi, men hal qilib beraman desa, pul bermang. Agar tanishim bor, pensiyani oshirib beradi desa, ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hujjat bilan hal bo'ladi. Firibgarlar aynan qo'rqib qolgan. Hujjatni tushunmaydigan pensionerlarni nishonga oladi. Agar savol tug'ilsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq tegishli idoraga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi nogironlik yoki tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil bo'lsa, vakolatni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza yozing. Ariyada aniq yozing. Men falonchi pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rayman. Pensiya miqdorim nima sababdan kamayganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Bank kartam orqali pensiya olish tartibi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, sanani yozing va nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar masala bank bilan bog'liq bo'lsa, bank filialiga boring. Masalan, karta ishlamayapti, pul yechilgan, SMS kelmayapti, karta boshqa odamda qolgan yoki shubhali operatsiya bo'lgan. Bankdan hisobvaraq harakati bo'yicha ma'lumot so'rash mumkin. Bu orqali pensiya qachon tushgani, qachon yechilgani, qayerda ishlatilgani ko'rinadi. Ayniqsa oila ichida tushunmovchilik bo'lsa, bank ma'lumoti haqiqatni aniqlashga yordam beradi. Agar pensionerning hujjatlarida ism, familiya, tug'ilgan sana bo'yicha farq bo'lsa, hadiya yo'q, pasport xizmati yoki arxiv hujjatlariga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan, pasportda Abdullayeva yozilgan. Bitta harf farqi ham pensiya hisoblashda savol tug'dirishi mumkin. Buni oldindan to'g'rilash keyingi ovora bo'lishning oldini oladi. Nega davlat bunday tekshiruvlarni kuchaytiradi? Chunki pensiya tizim katta mablag' bilan bog'liq. Har oy millionlab odamga to'lov qilinadi. Agar tizimda xato bo'lsa, bir tomondan haqiqiy muhtoj odam o'z vaqtida pulini ololmay qolishi mumkin. Ikkinchi tomondan davlat mablag'i noto'g'ri yo'nalishga ketishi mumkin. Masalan, vafot etgan odam nomiga bir necha oy pensiya tushaversa, bu pul aslida boshqa ehtiyojlarga, haqiqiy pensionerlarga, ijtimoiy yordamga sarflanishi kerak bo'lgan mablag'dir. Yana bir sabab pensionerlarni himoya qilish. Ba'zida pensionerning o'zi aldangan bo'ladi. Kartasini qarindoshiga bergan, pulini to'liq olmaydi, lekin indamaydi. Yoki qo'shnisi men yordam beraman deb kartani olib, pulning bir qismini ishlatadi. Tekshiruvlar shunday holatlarni ham aniqlashi mumkin. Demak, bu faqat nazorat emas, balki pensionerning o'z huquqini himoya qilish vositasi ham bo'lishi mumkin. Oqibatlar qanday bo'lishi mumkin agar hammasi joyida bo'lsa? Hech qanday salbiy oqibat bo'lmaydi. Agar ma'lumot yetishmasa, sizdan hujjat so'raladi. Agar to'lov sharti vaqtincha tasdiqlanmasa, pensiya yoki qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish masalasi ko'riladi. Agar firibgarlik yoki qasddan yashirish bo'lsa, masala yanada jiddiylashishi mumkin. Men maslahat beradigan eng to'g'ri yondashuv shuki, hech narsani yashirmang, hujjatlarni tartibga soling. Savol tug'ilsa, o'z vaqtida murojaat qiling. Ko'pchilik muammolar odamlar vaqtida so'ramagani, keyin bilarmiz deb yurgani.
og'zaki gapga ishongani sabab kattalashadi. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz bilib qo'ymang. Uyda onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz, mahallangizdagi yolg'iz pensionerlar bo'lsa, ularga tushuntiring. Ular internetdagi xabarlarni to'liq tushunmasligi mumkin. Ba'zilar qo'rqib qoladi. Ba'zilar esa umuman e'tibor bermaydi. Siz ularga oddiy qilib ayting. Hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Kartangizni begonalarga bermang. Ishonchnoma bo'lsa muddatini ko'ring. Pensiya miqdorini bilib yuring. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasiga befarq bo'lmang. Lekin bu befarqlik qilmaslik degani kartani olib qo'yish degani emas. Aksincha, ularning roziligi bilan qonuniy va ochiq yordam bering. Masalan, har oy pensiya tushganini birga tekshiring. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarga qancha ketayotganini yozib boring. Bu oilada ishonchni ham mustahkamlaydi. Tekshiruv bo'lsa ham savollarga javob tayyor bo'ladi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, men bu ishlarni tushunmayman deb chetda turmang. Sizning pensiyangiz sizning haqqingiz. Qancha olayotganingizni, kim olayotganini, kartangiz qayerda ekanini bilishga to'liq haqqingiz bor. Hech kim sizni qarisiz, tushunmaysiz deb o'z pulingizdan bexabar qoldirishga haqli emas. Xulosa qilib aytsam, iyuldan keyingi tekshiruvlardan asosiy maqsad pensiyalarni to'g'ri, qonuniy va aniq to'lashni ta'minlashdir. Hujjatlari joyida. Pensiyasini o'zi yoki qonuniy vakili olayotgan, ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan pensionerlar vahima qilmasin. Lekin bank kartasi boshqa odamda bo'lganlar, ishonchnomasi yo'qlar, nogironlik muddati tugayotganlar, chet elda uzoq yurganlar, bo'g'uchini yo'qotganlik yoki qo'shimcha to'lov olayotganlar albatta hujjatlarini tekshirsin. Eng muhim 3 ta ishni eslab qoling. Hujjatlarni tartibga soling. Bank kartasi va pensiya miqdorini nazorat qiling. Savol tug'ilsa, rasmiy idoraga yozma yoki bevosita murojaat qiling. Shunda ortiqcha qo'rquv, ovora bo'lish va moliyaviy zararlarning oldini olasiz. Sizningcha bunday tekshiruvlar pensionerlarni himoya qiladimi yoki odamlarni ko'proq ovora qiladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugun bitta odamga yuborgan xabaringiz ertaga uning pensiyasi to'xtab qolishining yoki pulidan ayrilishining oldini olishi mumkin.